أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى القول في التروك. Yani ihram bağlagan çağda kılsı bulmaydıgan faaliyetleri. Ve huve ma yemna'ul ihramu minel umuril mubahati lil halal. Yani ihram bağlamak kişi kıysa mubah olan işlerinin katardan ihram nimelerini qaysi işlerini tosap koydu, çekleydiği işler. والأصل في هذا الباب ما ثبت من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. والأصل في هذا الباب دينا مش بابتا أساس لغان دليل قاعدة karakterlik delil yoki qiyos qilingan boshqa ishlarning hammasi uchun qiyos qilingan maqis alaydigan bo'ldi. Asas dalil nima desa Imom Malik rivoyat qilgan mushadisi Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ihrom bağlagan kishi qanday kiyimlarni kiydi deb so'ragan chaqda Rasululloh ko'ngilliklarni kiymanglar, sallarni kiymanglar dedi. Vala saravilat ishtallarni kiymanglar. Saravil degan ishtallar. Tambal deydi-ku. Tambal degan narsa. Hozirda ishlar yo'q ham o'chadi. Shu tambal. Valal baranisa. Burnus deganda kiyimlarni kiymaydi. Burnus degan kiyimlar masalan har turli unda xalatga o'xshash yoki to'nosi unda qalpoqqa yomg'irdan daldaldigancha masalan. Aslında qalpoqlik kiyimlar. Mag'riblikning, Jazoirlikning kiyib oladigan kiyimlar. Yani başni yo'gaydigan ba'zi kiyimlarni kiymaydi deymiz. Valal xifaf. O'taklarni kiymaydi ama çoruqlarni o'taklarni. İlla ahadun faqatla bir kishi hamda kash topolmasa, kash deganimiz nima yerda? Qo'njisi yo'q. Tushirishi bak unda yo'gilmagan kashlar. Hozir to'sha deb qo'yamiz masalan. Shunga o'xshash kash. Fayalbasu khuffayn. Ana ashunda usti o'choq ya qo'njisiz anda kashni oyog'ini topolmay qolgan kishi o'tikini, choruqini kiyvasin bo'ldi. Lekin uni bo'shqidan tuvangacha kesitish kerak, kesitib kiyish kerak. Tikilgan bo'lsa bo'lardim. Tikilgan tikmish tutmaydi nima? Undan topolmadi. Nal topolmadi, topolmagandan buni kesitib bilan shu nalga o'xshatib kiyib oladi. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. Yana zapa yoki vars tegib qolgan shuning bilan xushpuroqlangan yoki bo'yalgan kiyimlarni kiymanglar dedi. Bu yerda za'faron degan zapa biz. Chaydamlar bisimizga. Ondan vars degan unda sariq bo'yaydigan bir o'simlik. Uyg'urchada sariq gul deyish mumkin. Mana o'zimizning qora gul bor-ku, qora bo'yaydigan narsa. Nima sariq gul yoki tibobatda zarjiva deydigan narsa bor. Zarjiva. Sagat degan narsa. Yoki ma'rifli kurkummi deb qo'ydim. Endi sariq bo'yaydigan yoki tomoqlarga sariq rang uradigan, balki sariqlarga manga ishlatish mumkin. Boshqa rang bizdek narsa ishlatadi, sariq bo'yaydigan narsa. Uning boshqa tibbiy jihatdan foydasi bor. Lekin bo'yashga ishlatilgan sariq guldek masalan bunday narsa. Sariq gul desam balki darhol bilishim mumkin. Demak, mushunday narsani kiymaydi deydi. Nima uchun bu narsa kiymaydi? Boshqa rangli narsa kiysa bo'ldi odatda. O'g'ni yaxshi, lekin boshqa rangda bo'lsin bo'lardi. Lekin bu ikkisi bo'yalganni kiymanglar, yoki mushun narsa surkalgan, yoki mushun bo'yalgan narsani kiymanglar deyishda bu bir xil xushpuroq, firqova. Zapam ko'p buraydigan narsa. Mana sariq gulning bor, yana ashun suvsa yoki juqtirib qo'ysa, balki ash gulning firqi bo'lishi mumkin. Shunga ihrom bağlagan adam xushbo'y ishlatish cheklangan bo'lg'achqa bu narsani kiymanglar. Burungi zamonda unda hozirgidek davomli bunda kiyim yuvib turib, bunda qilishma shu bir kiyim kiysa bir ashka kiydigan. Bunda bo'lgan ekan ba'zi shu zapa yoki atirga chilab qo'yinda qo'yaq atirilib bir kiyib olsa 5-6 kiydigan vaqtlardir. Hozirgidek haftada bir yuvib tazmasini bunda qilish bo'lmaydi.
Bu ihram kiyimin mesela akrandan başka rangın kiyip olanlar. Buldu. Akran yaxshi. Biroq men shu Azizlar. ekran bu so'tmaydigan. Ha. Demak, hozir biz ihrom bog'lagan chaqda cheklangan ish qaysi, shu odatda biz kiygan kiyimlarimiz bor. Buni kiymaymiz. Endi ostimizga, bel ostiga bir parcha, belning ustiga bir parcha yo'g olamiz. Ana shu yo'gga raq, fiyat degan mishada raqni ko'z tutdi. Hozir tikilgan kiyimlar emas. Shu raq ihrom bog'lagan yo'ggan raq endi atir suvalgan yoki atir xarakterli qanda qizilguldan xushpuroqlangan bo'lmasa kerak deydi. Bu hamda muttafaqan alayhi hadis ma bu. Fattafaqal ulama'na. Muttafaqan alayhi kelgan ekan, olimlar ittifoq keldi. Ala ba'd al-ahkam al-warida fi hada al-hadis. Mushaddis kelgan ba'zi ahkamlarga unda hech qanday talash qilmay ittifoq kelib bo'ldi. Vaqtalafu fi ba'daha. Lekin ba'zilarda yana sal ixtiloflashib qoldi dedi. فمما اتفقوا عليه أنه لا يلبس المحرم قميصا ولا شيئا مما ذكر في هذا الحديث. İttifak kelgan narsaning qatorida ihrom bog'lagan kishi ko'nglik kiymeydi. Yoki mushadisda deyilgan musalla, ishton, endi qalpoq, xalat, endi kiyimni kiymeydi. Wala ma kana fi ma'nahu min makhit ath-thiyab. Yoki shuningga yaqin qildigan tikilgan kiyimlarni kiymeydi. Buni ittifoq deydi. Chapan masalan, shunama hozir nurg'un kiyimlar bor, har xil ismda atilayotgan. Shunamni kiymeydi deydi. Va inna hada maxsusun bir rijal. Endi bu tikilgan kiyimni kiymaslik va kazalar bu erlarga xos. Tikilgan kiyimda ayrim hadis yo'q. Mushu hadis tikilgan 4 narsadan bular tikilgan odatdagidek bir kiyim bo'lmaydi ekan deb shuni xulosalab olgan. Boshqa masala ihromlikningda bu jikini tikib qo'yganmanda bulardi uni. Cho'ng masala yo'q. Ya'ni tahrim labsil mahid. Demak tikilgan kiyimlar. Unda odatda kiyim qilib tikadigandir raqni. Unda bukib qo'yadigan biz otib yurmaymiz odatda. Uni kiyim isovdamaymiz. Biz kiydigan kiyimlar, yani tikilgan kiyimlar bu erlar kiysa bo'lmaydi. Bunda ittifoq. Wa annahu la ba'sa lil mar'ati bi labsil qamis va ad-dir'i was sarawil wal khifaf wal khumur. Ayol kishi ko'nglaklarni kiysa mayli, kerak yo'q. Yani qamis degan mishada ko'nglak, dira degan bu ko'nglak. Biz kalta biz uzroq bo'lishi mumkin. Was sarawil degani ishtallah. Wal khifaf o'tak, cho'roq degandek narsalar. Masa wal khumur boshqa otilgan yog'liqlar. Beshiga otilgan ro'mol. Demak, ayollar qaysi bo'ldi? Ayollarning ishi, ahvoli yo'gashga munosib bo'lg'achqa, tikilmagan kiyimni kiysa to'liq yo'galmaydi. Shunga bunga ruxsat qilgan. Vaqtalafu fi man lam yajid ghayra as-sarawil hal lahu libasuha. Ana ishdan bakan buningda. Başqa hech qanday rahmi yo'q ekan, ihromlikmi yo'q ekan, boshqa hech qanday nima yo'q ekan. Bir ishdan bakan Xudoyim bergan. Qanday qildi? Bunda ahvolda burunqa kishilarning endi bir tal kiyimi yoki shunda ikki taldan kiyimi bor, bunda ahvol yashaydi. Yoki unda yo'lda ajgi berish jarayonida yo'lda qaroqchini bulib olib, yoki Makka ro'dopaylari tatib olib buni. Endi bir ishdan bilan qolgan bo'lishi mumkin. Ata arpat ma'muz bana hozir ma'muz degan chog'da boshqa hech qanday kiyim yo'q, shu bir ishdan bakan. Bunda ahvol qoldi. Bu qanday qilish kerak? Burungi zamonda ko'p uchrashi mumkin. Hozir hamda sharoit o'zgarib ketdi. Unda mumkin emas. Ishdan bakan qanday qiladi? Faqala Malik va Abu Hanifata la yajuz lahu libasu sarawil va in labisaha iftada. Kaysi bo'lmaydi, kiyib qolsa, o'chada fidya qildi. Bir qo'y qon qildi yoki ro'z tutish degandek bo'ladi. Kes bo'lmaydi. Lekin kelanda qo'y qon qilib nima qilsa ham ajiz bo'lardi. Va qala Shafi'i va Thawri va Ahmad va Abu Thawr va Dawud la shay alay idza lam yajid izaran. Jumhur nutto agar izar topon izar deganda ishdan desak bo'lmaydi. Ishdan bilan ikkisi hozir saravil izar ikkisi bizga kelib qoldi. Ikkisi ishdan desa qamlashmaydi. Ishdan yo'qkan, ishdan varkan. Qanday gap bu? Izar degan belni aslida yo'gaydigan raq bu. Bu ishdan da tarjima qilganligida bunda chatoq chiqdi. Boshqa yerda normal ketaverdi. Muhimda kelgancha ishdan bilan izarni degan chog'da ishdan topolmabdi, bir ishni vakin deymiz. Malayshiyalik, Yemenlikni, biz ihrom bog'lagan chog'da aslimiz o'rganimizga, bizim shu yo'gab baqqan narsa shu. Shu izar deymiz. Ya'ni belning astiga yo'gaydigan yo'gak bu. İşten diğer resmi var, bir parça ayrım bunda ig'vo narsa. Bu serval oldu. Bu serval oldu. Demek mishada hazır bel astı ögeydigan aşı. Bel astı ögeydigan bir parça ehremlik tapolmay,
bir ishtinim bakim. Bu chaqda jumhur mayli debdi. Lekin İmam Abu Hanifa ham da maktab degandek undalam deyotmaylar. İzzat topolmay qolsa, a ishtanni sen so'kab, uyga qilolsan, ashuni qilsa deydi. Yani bir char tadbirlar yani. Ha? Bunda qulonning keladi bu. Ana buni qilolmasang, andin mushuni kiyverib, ba'zi ishtallar ham unda nima qilsin, uyga bir narsa bo'lmaydigan. Agar uyga narsa bo'ldigan, azada kam unda bir ishim bo'lib qolsa, uni so'kablam, vaqtini tikib, uyga qil deydi. Agar uyga bo'lmaydigan bo'lsa, kiyib qan qilsang bo'ldi, yoki fidya versang bo'ldi. Ve amdatu mazhab Malik zahiru hadis ibn Umar al-Mutaqaddim. İmam Malik'ninki tayangını şu İbn Umar'ның biz yuqorida o'qib o'tgan muttafaqun alayhi hadisining zahiri dedi. Yani ishtalni kaymanlardi go, kayma dedi. Walau kana fi zalika rukhsah lastathnaha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kama istathna fi labsil khuffayn. Agar onda ishtalni kiyversan bo'ldi deydigan bir ruxsat bo'lgan bo'lsa edi, Rasululloh o'dakni kesitdan manda kay degandek uni ruxsat qilib o'tdi dedi. Ya ruxsat qilmadi. Kayman dedi, kaymaymiz. Kaysan bo'lmaydi. وعمدة الطائفة الثانية حديث عمرو بن دينار عن جابر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السراويل لمن لم يجد الإزار والكف لمن لم يجد النعلين. Demek Jabir ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan bu hadisda men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bunday deganligini anglagan. Bal asliga yo'gaydigan izar topolmagan kishi ishdan kaysin. Mayli bo'pti. Bunda kash topolmagan kishi o'tak kaysin debdi. O'tkini kiyversin, masini kiyversin debdi. Bana desam da aniga taqashdi. Keyingi olimlar degan ma Ibn Abbasning hadisi kinkagan deb turgan bu. Kinkaganlikka bak dalil yo'q odatda. Hozir ishkili sevgan ekan, bular ma kinkini olmas. İzar topolmagan sarval kaysin dedi. Birinchi sarval kaymanlar degandi. Undan keyin ikkinchisini olamiz deb turganlar. Bu kinkagadis ani mansub qilib o'tgan debdilar. Ma ilgirki qarash qilcho, yo'q u mansubdan buni ilgiri makin degan chiqanda tarix bir cheslar yo'q buningda. Nima uchun bu buni mansub qilib ekan? Uning ustiga liman lam yajidil izar dedi. Lekin Abu Hanifa'ning qarshi bo'yicha bu qancha so'kablam izar qilib olsa, vajadal izar bo'ldi. Undan keyin joiz emas edi. Uni topolmaganda bu bir masala. Lekin asosan bu hadisdan da birini olib birini qo'yib qo'yish masalasi ekan. Hozir bunda ahvollar beklam tushirmaydigan bo'lib ketdi. Jumhurul ulama ala ijazati libasil khuffayn maqtu'ayn liman lam yajid an-na'layn. Demak, bu yuqori hadisga munosabat mana. Ko'pchilik olimlar agar shu to'shadagi bunda kashni topolmaydigan, to'shan o'g'risi nima? Sapmi kash. Ya kash topolmagan. Burunqi kash deydi. Shpak kash, sapmi kash. Bunda kash topolmasa, ya'ni buningda futning ust tarafini ko'proq eshitib turgan, o'sha tarafini bak yo'g'ilib ketmaydigan kashlar. Qo'njisiz. Mushunda kashni topolmagan kishilar buning ma'si bor ekan yo o'tki bor ekan. Safardan kapto, shunda alatda yoki shunda alatda bir uchrab qopdimda erpat qilgan, ahrim bog'laydigan chaq. Qanday qiladi ekan? Kesib o'tib kiyamdi yoki kiyveramdi? Ko'pchilik olimlar kesib o'tib kiydi deb. وقال أحمد جائز لمن لم يجد النعلين أن يلبس الخفين غير مقطوعين أخذا بمطلق حديث ابن عباس. Yuqorida Ibn Abbas hadisini dedik-ku. Şundan ana ruxsat qilgan bo'lgan ekan, shu o'takni kiyversa, masini kiyversa bo'ldi debdi Imom Ahmad. Bu hadisni tarjih qilib olibdi. وقال عطاء في قطعهما فساد والله لا يحب الفساد. Uni kesversa bakardan baka o'takni buzayotganlik. Allah Taala buzg'unchilikni yaxshi ko'rmaydi. Unda uni buzmay kiyverish kerak. Endi ma ikkinchi hadisga qarata. Birinchi hadisni ag'allar. İbn Umar'ninki hadisi bu kuchliq sanatcha. Bunda hech qanday gap so'z yo'q. Ammo Ibn Abbasning hadisida azroq gap bor ekan. Sey bo'lsa-mu, lekin ancha-muncha gap qilinib qolibdi ekan. Shu jihatdan tarjih qilibdi Ibn Umarning hadisini. Vaqtalafu fi man labisahuma maqtu'ayn ma'a wujudin na'layn. Endi saqmi kashi Ashpak, ashunda kashlar bakin. Ba turib o'takni kesib chiqibdi deydi. Faqala Malik alayhi al-fidya. Imam Malik fidya kilido buni debdi. Abu Thawr. Va qala Abu Hanifa la fidya alayhi. Abu Hanifa uni fidya kelmaydi debdi. Wal qawlani an ash-Shafi'i. Imam Shafi'dan ishkili qarash rivoyat qilinib ketdi.
وسنذكر هذا في الأحكام. أما من دقيس قندا ولد من دقيس قندا ولد ديجا أحكامنا كين بيان قلمس. شنو قطاردر؟ تفكير شو شغله أحكامنا. وأجمع العلماء على أن المحرم لا يلبس الثوب المصبوغ بالورس والزعفران لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر لا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. يعني bunun da ittifak. Muş tigip qalğan kiyimler degendiken ittifak boldu. Endi vaqtalafu fil muasfar. Muasfarda ixtiloflashdi. Muasfar degan nima? Bu usfur degan narsa bilan bo'yalgan narsa yoki shu suvalgan narsa. Usfur zarangizning chechkanisi, zabayga o'xshash narsa bor, taqalab sotadi bizning vujudda. Shuning bilan bo'yaydi ekanda. Buni zarangizining guli deyilgan chechki. Zarangizning chechkida gulida hani bo'yaydigan ish bor ekan shu chaqda. Kiyimni shuna bo'yab olsa, qizg'u sir qo'yildi, ham bo'ygandan keyin da ko'p bak xushbo'ymi emas, bak siz puraq emas, bir xil yaqinlik puraq kelishi mumkin. Bir xil gulning puraqi kelganda. Savul muasfar degan shu anda. Shunda endi nas kelmagandan keyin ashunga o'xshatamdiq, o'xshatmamdiq deb talash qildi. Faqala Malik laysa bihi ba'sun. Uni kaysa hech vaqasi yo'q. Fa innahu laysa bitayb. Chunki u xush puraq doirasiga kirmaydi. Yana Aisha radhiyallohu anha ashuni ehramli holatda shuni kiyganligi rivoyat qilinib ketgan. Hazreti Aisha muasfarni kiyibdi. Ehram bog'liga muasfar xushpuraq demaymiz hozir. Zarangizining guli bilan bo'yalgan kiyim deymiz. Xushpuraq emasmi desa, Imom Malik xushpuraq emas deb turadi. Chunki bir narsani bo'yalgan ahvolda biz talash-tasdiq qilamiz. Bu xushpuraq emasmi? Ba'zilar urukdan atir chiqarib oldi masalan. Menga shaxsan u urukdan chiqaradi xushpuraq tuyulib ketmaydi. Mesela urukning atrisi bor, Qashqar vaqtlar qo'shildi burayslar. Urukdan mamda xushpuraq qilib uni guldan chiqarmamsa, uruklan buraydimda. Xuddi urukning suvatlari bor, shunga o'xshash buraydi. Shuni ba'zi odamlar xushpuraqdi deb qilgan ketdi. Shuni xushpuraq emasga talash-tartishib qoldi. Xuddi zaramizdan guldi o'zi xushpuraq chiqamdi, uni chiqmamdi degan talash-tartish oldi. Imom Malik xushpuraq emasdi deb turadi. Sahih Buxoriyda Hazrat Aisha ehramli holatda muasfar kiyimni kiygan. Bu shu qarashni kuchlantirdi. Mayli degan Imom Malik. Va qala Abu Hanifa va Tawri huwa tibun va fihi al-fidya. Ya bu xushpuraq kirdi debdi Imom Abu Hanifa. Bunda fidya kildi. O'xshash qatorda qaradi. Va hujjat Abu Hanifa ma kharajahu Malik an Ali radhiyallohu anhu anna an-nabiy sallallohu alayhi wasallam naha an labs al-qasi va an labs al-muasfar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qasini kiyishdan va muasfarni kiyishdan to'sqan. Qasi degan shu ma'lum bir yilda ishlab chiqarilgan jipak kiraq. Bir xil tovar durdin deymiz. Shuni kiyishdan to'sqan. Masalan, uning turlari juqqa biz jutlar xil ataymiz. Enkilishin deymiz, imbos kirankil deymiz, masalan, chujinki deymiz. Shunda jutning haliqa yoki ma'lum zavod shadin kagini qarab ataydiganlar. Harir, lekin harirning turji bu jipaklar bu jipak undan keyin u jipak keyin boshqacha raq to'qigandan keyin kiyim to'qigandan keyin u boshqacha atilib ketadi. Masalan, chujinka shu jipak. Imbos kirinkil degan emasmi jipak shu. Jipakning har xil turlari. Uning bak sifati yaxshilari bor, turlari bor, salaliqa qishmoqlarda o'tganlari bor. Shundan uning ismi o'xshamaydi. 05 deydigani bor masalan, 07 deydigani bor, ko'paysadigani nima? Ta'tillar deymiz masalan. Shundan asl bor, buning hammasining ismi o'xshamaydi. Bir xil jipakdan 20-30 xil raq yasalish mumkin. Buning har birining ismi o'xshamaydi. Yani ba'zi sahabadan makruh deb qaraganligini rivoyat qilingan. Bunga misol bunday bir ehtimollik bor. Endi hozir bu muasfar unday kiyim yo'q. Bizlarimizdan chechkida bo'yab, bunday kiyim kiymamiz hozir. Zavatdan da bo'yilib chiqdi, uni bo'yalgan o'simlikdan bo'ymaydi hozir. Kimyoviy pishiqlab ishlangan rangli bo'yaydi. Uning puruqimi bo'lmaydi. Bu boshqa masala. Ehramlik raqamni shundan nima qilamiz? Biz ehramlik holatda odatda boshqa kiyimni kiymamiz. Ehramlik longidek shu raqmaqlashında pishiqlab turadigan, ayda o'simlikda bo'yab qo'ygan bo'lib qolsa desa, bizga duch keladigan masala bor. Wa ajma'u ala anna ihram al-mar'ati fi wajhiha. Bu ittifoq yaptı. Ayol kishi endi yuzini o'chib qo'ydi ehramda. Ehram bag'lashning bir alomati, bir namoyandasi nima? Yuzda o'chib qo'yish. Ayol kishi ehram bag'lasa, odat kiyim o'zgarmaydi-ku. Tikilgan kiyimni kiyib masalan. Odat ko'ylak kiyib, ishdan kiyib masalan. Ayol kishi yuzini o'chib qo'yish kerak. Wa anna laha an tughatti ra'saha wa tastura sha'raha
beşine çeçini yögeydi albatta. Ve enne laha en tesdula ثوبها على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستتر به عن نظر الرجال إليها كنحو ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون فإذا مر بنا ركب سدلنا على وجوهنا الثوب من قبل رؤوسنا وإذا جاوزنا الركب رفعنا. Ayol kishi hamda yuzini ochib qo'ydi ehrom bo'lgan chog'da. Lekin er kishilarga uchrab qolganda shu, er kishi ko'rdigan holat bo'lib qolsa, yuziga bunda bir parcha raqni, bunda sangiltib qo'ydi, to'sab qo'ydi. Yengil bunda chunkab yurganmay buni, bunda ham oldida tashlab qo'ydi. Bir parda hosil qildi. Bunda Hazrat Oysha shunday rivoyat qilgan. Mana biz ehrom bo'lgan vaqtimizda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan haj qilib ehrom bo'lgan vaqtimizda bizning oldimizdan shunda bir grup karvon yoki bir kishilar, uloqli kishilar o'tib qolsa, yuzimizga shu raqni shunday ham tashlab qo'ydik. Beshimiz tarafdan, uch tarafdan bunda sangiltib oldik demakchi. Sadal degan shu, sangiltib qo'yish, tashlab qo'yish. Uni o'tib ketgandan keyin g'achchidan ko'tarib oldik, ichib o'tibdik deydi. Endi bu yuz avrat emas degan talashda qilgandimi, mush masalalar yana o'tirib chiqdi. Yo'q, mana ehrom bog'lagancha bu ayol kishining yuz avrat emas bo'lganlik uchun bunda ochib qo'ysa bo'ldi mana. Desi yo'q, mana akshlar kelgancha yo'g'didigo deb tutishidan. Buni yana mana nima keldi mana. Walam ya'ti taqtiyat wujuhina illa ma rawahu Malik. Yuzni bunda chunko'litdi, yo'g'oltdi degan nima kelmagan dedi. Faqatlan ma'noni kelgan. Mana Fatima bintul Munzir annaha qalat kunna nukhammiru wujuhana wa nahnu muhrimat ma Asma bint Abi Bakr as-Siddiq. Abu Bakrning Asma degan qizi bilan birga biz ehrom bog'lagan vaqtimizda yuzimizni yo'g'itdik. Bu balki taqim aziz bo'lishi mumkin. Demak, bu yerda bir ijmoga xilaf birini keldi-da rivoyat, ijmo keldi, yuzini ochib qo'ydi degan. Vaqtalafu fi takhmir al-muhrimi wajhahu ba'da ijma'ihim ala annahu la yukhammiru ra'sahu. Endi ehrom bo'lgan kishi beshni yo'g'ib olsa bo'lmaydi. Beshni yo'g'ib olsa bu cheklangan ish endi. Buni ittifoq kelgandan keyin endi yuzni yo'g'ib olsa-chu, aksiga bu. Kishi beshni yo'g'ib olsa bo'lmaydi. Yuzni yo'g'ib oldi bu. Ya cham tuzan keyin yoki ma'lum sabablar tufaylidan ya masjidda qolibdi, kasal tarqalib. Shunday ish bor hozir. Influenza, shoshquzlikmi, xushlikmi degandek. Vabo tarqalganlikdan masjidda qoldigan ahvollar bor. Bunday ahvollarda yuzni yo'g'ib olsa qanday bo'ladi deb buni hisoblashdi. Mana hozir bizga nihoyat muhim esqatilgan masala ekan. Ya'ni ehrom taqshamdi bu daxli tarz qilamdiq bunda. فروى مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ما فوق الذقن من الرأس لا يخمره المحرم. İmekidinin üstüde yoğusu bulmaydı ki. Ve ileyhi zâbe Malik. Demek İbn Umar şuna rivayet kılan ki İmam Malik bunu rivayet kılıp özü müşahında çımtırıp. İmam Ebu Hanife mu bunda karaydı ki. Yani bu mesela ağzını yağındarak yoğun boğusu mu ki emminin yani bütün yoğun meydan etti. Ve rüya anhu ennehu infa'ale dâlike ve lem yenza'hu mekânehu iftadah. Eğer ayda kılıp, şunda kılıp şu cayda turup lan kaçıda onu elib etmese, kan kildi deb mu rivayet yaptı İmam Malik. Demek bana kılmaydı dedi. Kıpkası mı kildi? Kan kildi dedi. Ama başka mesele. Ve kâle Şafii ve Thawri ve Ahmed ve Abu Dawud ve Abu Thawr yukhammirul muhrimu vecahu ilal hacibeyn. İki kışık kadar yüzünü yoğubası buldu. Kaş kadar mişa közüne yoğudup miya uçuk tusu oldu ki. وروي من الصحابة عن عثمان وزيد بن ثابت وجابر وابن عباس وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. يعني مش قراش مش صحابلادن روايات قلنمشكين. واختلفوا في لبس القفازين للمرأة. Ayol kishi hamda qalay kiyasa qanday bo'ladi? Yuzda yo'g'maydi dedik, shunami? Erlar ko'mas kishi bunda pala tashlab qo'ydi. Hamda pala kiyimda kiymamdi. Imom Malik ayol kishi pala kiyasa qo'lga fidya qildi. Yani ehram balga ayol pala kiyasa fidya qildi. Wa raqasa fi Thawri. Yani Thawri bunda ruxsat qilmaydi kiyasa. Imom Abu Hanifa ham ruxsat qilgan. Wa huwa marwiyun an Aisha. Hazrat Aishadan rivoyat qilingan qarash. والحجة لمالك أن الإمام مالك من مسجد أساسا قدنا ما خرجه أبو داود بخاري من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النقاب والقفازين وبعض الرواة يرويه موقوفا عن ابن عمر. أبو داود نشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
ayol kishi niqob bilan pala kiymaydi deb rivoyat qilgan. Yani Sahih Buxoriyda bu Ibn Umarning bir hadisida ulinib kelgan. Shuna va ba'dur ruwati mana ba'zi raviylar yarvihi mawqufan an Ibn Umar. Uni Ibn Umarning so'zi shaklida rivoyat qilgan. Rasulullohning so'zi shaklida emas ba'zi raviylar. Demak, bu so'z hadisda bu uzun bir hadis. Uzun bir hadis kelib va kan Ibn Umar yaqul va kan yaqul degandek bir ibora kelib qolgan bo'lishqa hadis olimlari bu Rasulullohning so'zining qatoridimi so'z yoki bu Ibn Umarning mudraj so'zimi hadisning arasida tiqilib qolgan so'zimi deb ixtilof chiqib qolgan ahvol bor. Demak, bu shuni mavquf deb qaraganlar. Qarib kelganlar bizni ma'nodan boshqami shu? Uzun hadis. Bu oyog'ida unda kana deb unda qala deb yana bir qala deyitib ravi. Bunda degan var shuna bu Nafi masalan rivoyat qilgan bo'lsa Ibn Umar bunda dedi, Rasululloh bunda degan deb qala deb unda bu qala kim deganda Rasululloh dedimi yoki Ibn Umar dedimi? Bunda bir ehtimollikli bo'lg'achqa bu mavquf deb qaralgan. Va sahhahu ba'd ruwat al-hadis. Yani ba'zi raviylar bu sahih hadisda Rasulullohning kelgani sahihda deb baholagan deydi. Fahada va mashhur ixtilafihim va ittifaqihim fil libas. Demak, bu kiyimdan. Ihrom bog'lagan chaqda cheklanadigan kiyimlar qaysi degan masalada talash-tarash qilgan mashhur masalalar shular biz deb o'tdik. Va asl xilaf yerda bu yer talash-tarash kiyim-kechakda cheklanadigan kiyim masalasida talash-tarash bo'lgan ishlarda talash-tarashning manbasi nima, tegitekti nima desa, ixtilafun fi qiyas ba'd al-maskut anhu al-mantuq bihi. Hadis kelgan 4 narsa bor, 4 kiyim bor. Uningdan boshqa kiyimlarni mush 4 ga qiyas qilamdi, qummundiq. Shunda talash-tarash. Va ihtimal al-lafz al-mantuq bihi va thubutihi aw la thubutu. Andan ashu lafzninki ba'zi ehtimolli bo'lgan ahvollari. Bunda mavqufda, marfu'da degandek masalan, ehtimolli. Sabit ya sabit emasligi. Seyliki, sey emasligi. Mushundan talash-tarash kelib chiqdi deydi. Va amma ash-shay'u ath-thani min al-matrukati fa huwa at-tayban. Xushbiroq atir chechish masalasi ham keldi. Kiyim-kechakdan o'tib ketdi. U kiyim-kechakni asli atirdak binasi bo'yog'anlikdan atirning gap chiqib qolgan edi. Hozir hamda kiyimning masalasi tugida, hozir kiyimga joiz bo'lgan ihromlikqa biz kish qilib atir chashdik masalan. Yoki atir suvdiq. Mana hukmi nima degan masala. Va dalika al-ulama ajma'u ala anna at-tiba kulluhu yahrumu ala al-muhrim bil-hajj wal-umrati fi hal ihramihi. Buningda ittifoq bor. Haj yoki umrga ihrom bog'lagan kishiga ihrom bog'lagan holatida butun xushbiroq, xushbo'y atir muslim hammasi cheklandi. Harom. واختلفوا في جوازه للمحرم عند الإحرام قبل أن يحرم. أنا بيان اختلاف ما إحرام بغلاشتن إلغري بو أترن تزاج بدني چيچep ya suwab anken unundan keyin andan ihrom bog'labdi. Ihromni tushirishdan ilgari ishlatibdi. Bu chaqda to'g'ri bo'lamdi, bo'lmamdi. Ihromga kirgandan keyin atirishadmidi? Lima yabqa min atharihi alayhi ba'd al-ihram. Demak, bu atirni suv olsa ihramga kirishdan ilgari, ihrom kirgandan keyin buning ta'siri bor. Ko'p burab turadigan yoki uning yuqi bor. Chunki burunqi vaqtdagi atirlar bu jin atirlidi. Qo'yoq, yog' o'xshash. Unda suvsa, balki yana qalin bir qaqashdek bir narsa bo'lib ketib qoldigan, uyib qoldigan masalan. Yoki yog'dek bunda bir yog'lanib ketadigan atirlidi. Hozir men kabini ba'zi kishilar shunda jin atir kirib suvaydi, yog' o'xshashlar bunda yog'lagandek. Bu hamda bir necha oy quruq ketmaydi-da. Hozir shunda atirlar bor. Ishlasa bir oy, 2 oy kimdan ketmaydi. Shu chaqda atirlar shunda burun suvilib, keyin 15 kun ihromli qolat turamsa, 20 kun turamsa, bu chaqda ko'p burab turgan. Chunki ta'laydigan va kaza jiq ishlar bo'ldi emasmi? Unda ses qurmay, xushbiroq turab tursin dedi. Fakarihahu qawmun va ajazahu akharun. Makruh deb qaragaldi Imom Malik. Buni Umar ibn al-Xattob rivoyat qildi. Va qul Usman ibn Umar va jamaa min at-tabi'in. Mushlar hammasi makruh debdi. Va mimman ajazahu Abu Hanifa va Shafi'i va Thawri va Ahmad va Davud. Nima kuchli qarash mana endi keldi. Joiz deb qaraganlar Abu Hanifa, Shafi'i, Thawri va Ahmad va Davud. Mana shu kuchli bo'ldimi? Kuchlikka ham chiqish kerak uni. Dalilni bir bayon qilibdi, uni kuchlik
Buni ondan o'ttirib chiqaramiz-da buni. Wal hujjatu li Malik. Imom Malik makruh debdi. Nimaga asosan makruh debdi buni? Hadis vardı. Safvan ibn Ala thabata fi sahihayn. Sahihayni kelgan bir hadisni dalil qildi. Ve fi anna rajulan jaa ila an-nabiy sallallohu alayhi vasallam bi jubbatin mudammahatin. Buxoriyda mutadammahatin debdi. Demak bir ton var ekan. Bu tonga etir suvalgan ton ekan. Faqala ya Rasulullah kayfa tara fi rajulin ahrama bi umratin fi jubbatin ba'dama tamaddaha bi tibin. Etir suvalgan bir tonni kiyip ömürge ehram bağlagan kişi qanda qarayla ya Rasulullah deb so'rabdi ekan. Shu chaqda Rasulullahga vahiy kelibdi. Vahiyninki ig'ir ahvoldan da o'zi qaytgandan keyin Rasulullah undabdi. Ayni sal qanaliqa so'rgan kishi, bayatning umri to'g'riliq so'rgan kishi. Ya'ni fanning baya. Fal tumisar rajulu fa utiya bihi. U odam izlab yo tepilib ekilinibdi. Faqala alayhi salatu vasallam amma tibul ladhi bika fagsilu anka 3 marrat. Uçağındaki uçbini 3 qitim juyvat. Ama tonga kelsak buni silib tashlayat. Yani silib dedi. Sumbasna ma shitta fi umratika kama tasna fi hajjatik. Ondan keyin umrangda xuddi hajjani qanday qilgan bo'lsang shunday qilavergin. Yani normal faoliyatni ilib beravergin. Yani u tonni kiyma demakchi. Demak bu kishi ham da shu ton kiyib ekan-da bunda. Demak o'sha odam maxi to'lab qolsa, bu jubba degan nima ham-da, balki arablarda bak unda tikib nuqli jumaylamda ham be qo'ygan burdiga o'xshash nimalar balki. Ya keyin topolmay shunda keydimi? Shuni silvat debdi. Ham badaningizga atal 3 qatim juyat debdi. 3 qatim juyatgandan keyin asr qapqas bo'ldi. Mayli. اختصرت الحديث وفقه والذي ذكرت. Amma bu hadisni qisqartirib keldim. Lekin buni oldiga hukm istidlal shu deydi. Demak bu yerda buning vajil istidlal ash kiyimni silvat dedi-ku. 3 qatim juyat deganiga bunda nima qilsa makruh bo'lgan deb chiqadi. Normal. Va umdatul fariqdan Abu Hanifa va undan boshqa olimlarning dalili desa, ma rawahu Malik an Aisha radhiyallohu anha annaha qalat kuntu utayyibu ra's Rasulillah sallallohu alayhi vasallam li ihramihi qabla an yuhrima wa li hillihi qabla an yatufa bil bayt. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ihrom bag'lashda ilgari shu ihrom bag'lash uchun ataytan degan gapni ihrom edi. Hani ihrom bag'lamoqchi. Ehram bağlagandan keyin sen 5-6 kun, 15-20 kun yani yo'lda berib, bu Makkaga berib yetib berib, faoliyatni ado qilib bo'lsa, o'chaqda xushpuroq ishlatmaysan. Talaysa, chang to'zon va kaza, o'chaqda boshqa purab tumas uchun, xushpuroq turish uchun maxsus shuningga atir ishlatib qo'ydim degan. Va li hillihi qabla an yatufa bil bayt. Bu ehramdan chiqish uchun deydi. Va li hillihi degan. Tavob qilishni ilgari debdi. Tavob qilishni qachondan bu? Tavafil ifade maksat kılınış gerek ya. Ehramdan çıkaba. Aslında maksus yani etir suap koydum, etir işlik koydum dedim. Yani başka hadiste Bukhari'lik hadisinde 5-6 yer kelgan. Kendi andırıyla vabi sıttı fi mefrakın nebi salsam. Resulullah çeşini oturduğunu ayretti. Yani şu sünnet tabi şundan yapırsan çeşini oturduğu ayırsan oldu. Ben yaşattığımın çeşini oturduğu ayrettim mi şu Resulullah bunda ayırıp çıkanda. Peki adir çeşimiz kanmagan çaldı oturduğu ayırsa hemen saptırdı iken. Yok çeşneme biz direktler bakarıp akyanı yok koymayız. Lakin çeçi baballah oturduğu ayırsanlar bu Resulullah'ın kıygaşı var. Resulullah'ın ki şerikte kiyiniş, yürüyüş duruş hem de Resulullah'ın aşın doğrap aşında taklit kılıp ergiş sağlıklı kış. Sünnet ergeçkerlik. Resulullah'ın söyüşünün cümlesinden. Demek mefrakın nebi diyen çeşini ayırgan yerdeydi. Şu yerge, çeşinin de oturduğu ayırıydı o. Ayırganda bunda bir yolu çıkan bir yerde. Şu yerge aşı kuyuğudek aşında eterden basın. Daha soğuk basın iş yerden. Şunun eseri yani kaldı ki. Jüvetsi mi kalıdı o yana. Alt taraf sopun bolsa jüvesi mi kapkılışı mümkün o. Aşında nesli kapkalıktı deydi. Hazır mesela ember. Bazı neslini mümkünse anda kapkalıdı o. Kuyak bu. Katlık sopundaki nesli. Bu andan ne çayı şu yoklap ketçi bıraklam turduğun nesli. Demek Resulullah'ın şu çeşni ayrıgan yerde etirinin vabi sıttı diyen etirinin faqirab tuğalıdığını gördüm deydi. Bu qanday çağ? Resulullah ehram bağlagan çağ. Yani ehramlı qaldıda çeçi iki ayrıqlıq oturda etirinin şu faqirab tuğan, bu da yağlısa faqirab turduğan, şuna faqirab tuğan esirini gördüm deydi. Yok bunundan kuşluk delil olmaydı mı? Şuna Abu Hanifa'nın ve İmam Ahmed Müslim'in mesela kuşluk. Bu Sahih Bukhari Müslim'de 7-8 yer tekrar rivayet kılınan hadis bu. Ve atallal fariqul awwal birinci grup mala qatarlar bunun qartan nima bana ko'rsatdi? Atalla degani shu. Manda bir sebep ko'rsatdim.
Çünkü mağluğa o şamal ötmeydiğen bir delil bo'lgan ekan. Nima uchun mushuni olmaysiz? Onda deb bana ko'rsatildi. Bima ruyan Aisha radhiyallohu anha annaha qalat wa qad balaghaha inkar ibn Umar radhiyallohu anhu tatayyub al-muhrim qabla ihramihi. Aisha radhiyallohu anhaga bunda bir xabar keldi. Ibn Umar bu ihrom bog'lagan kishi ihrom bog'lashdan ilgari atir ishlasi bo'lmaydi. Qanday gap bu deb unga e'tiroz bildirgan, tanqid qilganligi yetgan chaqda yarhamullohu Abdurrahman Hazrat Ibn Umar Allah Ash Ibn Umarga rahmat qilsin. Tayyibtu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fatafa ala nisa'i thumma asbaha muhriman. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga atir suv qo'ygandim. Rasululloh butun ayollarga bir aylanib chiqib, andan tang atgan chaqda ihrom bog'lagan holatda tang atqizgan debdi. Qalu an biyada vajil istidlal killamda va idza tafa ala nisa'i irtasala. Ayollarni bir yo'qlab chiqqan ekan, yani jima qilgan ekan, bu chaqda yuyindigan gap. فإنما يبقى عليه أثر ريح الطيب لا جرمه نفسه. Hem bir yerde kaldığına bir xil xushpuri qaladi. Lekin u shu xushpuyninki, atirninki o'zining maddasi qolmaydi deb. Yuyilganligi maddasi qolmaydi deb. Balki yuyilsa balgamiz ketmasligi mumkin. Chunki qo'yoq narsa bo'lsa ketmaydi balki. Qalu va lamma kana al-ijma' qad in'aqada. Demak bu hadisni dalil qilib hamda mana yuyindi degan ekan bu undan nima qolmaydi buni. Hech qanday maddasi qolmaydi deb turibdi. Endi yana bular unda debdi. Va lamma kana al-ijma' qad in'aqada ala anna kull ma la yajuzu lil muhrim ibtida'uhu wa huwa muhrim مثل لبس الثياب وقتل الصيد لا يجوز له استصحابه وهو محرم. Bular bir ahol qiyas qildi. Sen ihrom bog'lagan chaqda mush ishlarni qilsang bo'lmaydi degan to'q dedi. Xushbu ishlasang bo'lmaydi degan. Buni shu chaqda qilmasangmi ihrom bog'lagan holatga qadar so'rab akasang bo'lmaydi. Burun qilib shu oyog'i davomlasa bo'lmaydi deb turibdi. Bunda bir qiyas qilgan. Yani burun sükep bo'lgan bo'lsa-mu, ihrom bog'lagan chaqda senda xushpuroq purab davomlashsa bo'lmaydi. Yani bu istishab qilsang bo'lmaydi demak. Yani ibtida qilish joiz emas. Yangi boshlading yani. Ihrom bog'lagan chaqda yangi boshlading ishlasang bo'lmaydi. Undan keyin burun ishiltib ihrom bog'lagan chaqqa qadar bunda atir purgan holatda davomlashsang bo'lmaydi deb turadi. Bu hadislar burun ishiltib keyin uni qilqasi mayli dedi. Mayli dedi. Lekin buni qartan unda javob bermas. Lekin Rasululloh istishaba bo'lmadi. Rasululloh istishab qilgan. Rasululloh endi so'rab keyin davomlashtirdi. Rasulullohning vabisatib fi mafraqir rasul bo'lgan ekan, Rasululloh davomlashtirgan ekan bu gap hozir aqmadi. Fawajaba an yakuna at-tib kadalik. Mush xushbiroqmi, mushunda davomlashtirsa bo'lmaydigan narsa qatoridan bo'lish kerak. Bundan hamda ashu Hazrat Aishaning ashu mashhur sahih hadisi qarta ko'rsatgan ma'nosi. فسبب الخلاف تعارض الآثار في هذا الحكم. بعد حديث لازم كيف قال ديريد مش حكمنا. لكن ده زيت عشان هذا السبب إنه برينج حديثنا خاص كتاب تروات كتير. دم إشكينجسة شو جل قراء ده ترجيح لمزنا. وأما المتروك الثالث عند إحرام بغلغان شغدا برينجسة من ده كين كيم يدوزو. إشكينجسة من ده أتريش كم يدوزو. شينجسة كم يدو عشان برسة أي الله يكين كم مسل جماعة مسل. وذلك أنه أجمع المسلمون على أن وطأ النساء على الحاج حرام من حين يحرم لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. حج وعمرة إحرام بغلغ الله. أي الله يقينكلش إحرام بغلغنن تاتب حرام. الله تعالى فلا رفث dedi. Rafatның bir tafsirida jimadir. Yoki sat gap so'z deganmi bo'ladi. Qabih eshitgan. Sat tilishish, urushish, jidal qilish, wala fuzuq wala jidal fil hajj. Bu oyatga asosan ayollarga yaqin qilish haramdir. Bundan ittifoq keldi. Endi 4-narsa, cheklangan narsaning 4-si va huwa ilqa'ut tafat va izalat ash-sha'ri va qatl qummal. Qur'on qummal deb qo'ygan, qummal va dafada. Qamla deb bo'lar balki. Bu pitdamdi bu. 4-chi cheklangan narsa ilqa'ut tafat degan kir narsalar, kir va akizani tozalash degan, ilqa degan masalan, kirlarni tozalash deymiz. Va izalat ash-sha'r, chash tuklarni ilish va qatlul qaml yoki qummal, itlarni o'ldirish degandek. Bu shunga cheklangan bu narsalar. Cheklandi dedi, ammo bunda qilib qolsa qan kelamdi kelmandi. Bu bir masala. Walakin ittafaqu ala annahu yajuz lahu ghasl ra'si min al-janab. Unda junublab qolgan ahvolda 5-jusi bo'lgan chechini emas. Badinni jusi bo'ldi-ku, ma chechini ham jusi bo'ldi. Balki pit bo'lishi mumkin yoki chet junub ketgan ahvol bo'lishi mumkin. Shunda bo'lsa ham junub holatda 5-jusi ham bo'ldi deb ruxsat.
Vaqtalafu fi kirayati ghasli min g'ayri janaba. Janabat bo'lmasimi yo isib ketdim yo bir salqinda yo tozalik qilay deb juz bo'lamdi, bo'lmamdi. Bunda ixtilof bor edi. Jumhur la ba'si bi ghasli ra'sahu 500 vaqasi yo'q, mayli. Va qala Malik bi kirayati dar. Imom Malik makruh bo'ldi deb turibdi. Buning asoslangani nima? Abdullah ibn Umar kan la yaghsil ra'sahu wa huwa muhrim illa min al-ihtilam. Abdullah ibn Umar junub bo'lib qolsa, yuydigan chechini. Bo'lmasa jumaydi ekan. Balki ehtiyot qilib jumg'andim, chashchiq junub ketib qolmasin deb. Wa amdatul jumhur ma rawahu Malik an Abdullah ibn Hunayn anna ibn Abbas radhiyallahu anhuma wal Miswar ibn Makhrama radhiyallahu anhuma ikhtalafa bil abwa. Hamda bu ikki sahaba abwa degan joyda ixtiloflashib qoldi. Abwa degan Makka Madina o'rtasidagi bir joy. Balki ketib o'tib ular shu yerda talash qoldi. Abdullah ibn Abbas yasil muhrim ra'sahu debdi. وقال المسور ابن مخرمة لا يغسل المحرم رأسه يا جزء مميد قال فأرسلني عبد الله ابن عباس bu Abdullah ibn Hunayn şu Abdullah ibn Abbas ninki azat kardisi bir xizmatçistek adam. Sonra Abu Ayyub bilan Ansari ivatibdi. Qala fawajadtuhu yaghtasilu baynal qarnayn. Men Abu Ayyub bilan Ansarining qishqi bag'inimda uninki ikki turukning oralig'ida yunayotganligini ko'rdim dedi. Bu ikki turuk degan nima? Quduqning qashqiga unda o'ldil ag'amcha asilgan bir tayoqni oldiga ikki tarafni qo'ygan bir jazdek bir narsa. Shu ikki turukning oralig'ida latizmni tatib qo'yib, shu yerda quduqning suvini tatib bir tarafdan biz quyib qo'yib tursa, mana bir tarafdan yunibdi. Bu mustatirun bi tawb demak bir rax bilan yoki kiyim bilan tawb degan odat raxga ishlatadi. Rax yoki kiyim bilanida tatib qo'yib, daldiq turib, yunig'il turib ekan. Shunga men salom qilsam, bu kim bu dedi. Faqultu Abdullah ibn Hunayn arsalani ilayka Abdullah ibn Abbas. Men Abdullah ibn Hunayn, meni Abdullah ibn Abbas o'zlaridan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ihrom bog'lagan chog'i beshin qanday yuydiganligini so'rash uchun aytganda dedim deydi. Sizniki Jubayrmi yo Hunayn? Buxoriyda ismi. Abdullah ibn Abbas bunda so'rab aytganda degan ekan. Fawada Abu Ayyub yadahu ala thawb. Abu Ayyub shunga bunda tatib qo'ygan raxga qo'lni bunda qo'yib turib, 5-ni chiqiribdi-da yerdan. Bunda to'saqlik bo'lsa 5ni bunda chiqirib inishibdi. 5ni sal sangiltib inishib, hatta badal yerasi 5 to'liq men ko'randi deydi. Summa qala andan uningga suv quyib berayotgan bir insonga, bir kishiga quya debdi. Ya'ni 5ni suv qo'y demakchi. Fasubba ala ra'si yoki fasabba ala ra'si 5ni suv quyibdi. Summa harraka ra'sahu bi yadayhi fa aqbala bima adbar. So'ng 5ni qo'li bilan ulug'andek 5ni oyog'ini bunda akilib bunda qilibdi. Yug'anda ekan, u ham bu yoqqa oldiga yurishtiribdi. 5ni silabdi qo'li bilan. Summa qala hakaza ra'aytu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaf'al. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunda qilayotganini ko'rgan. Ya'ni bu ihrom bag'alatdagi ish ma. Bu iniq nasamni ma. Ma u Buxoriyda balki Muslimdan bo'lishi mumkin. Sen Buxoriyda ishkada rivoyat qilingan bo'ladi. Muttafaqun alayhi. Va kana Umar yaghsil ra'sahu wa huwa muhrim. Hazrat Umar mo ihrom bag'alasa 5ni juda ekan. Ve yaqul ma yaziduhu al-ma'u illa sha'tan. Jusa taxmi chigilishib ketadi dedi. Sha'at deganmish hada. Changilishib ketadi degan. Ash'as deb qildi hadisda. Rubba ash'as yamudaday ila sama ya rab anna istajaba qildi. Ya'ni shunda holatda bu qism ijobat qilmaydi. Ya'ni safarda chang to'zon, boshqa voqeada chechqanda bo'lib ketadi odamdan. Po'nglashib, chigilishib ketib ketadi. Xuddi Shamfarining she'rini o'qigan bo'lsanglar chiqdi. Buning chechi cho'l bayovalda yurib, nimaga o'xshab qolgan? Tajunliq qo'y, mayaqlab, shataraqlab qiysa, oxir qanday bo'lib qoldi? Ketib, shunda bulab ketdi. Meni chechim shunda bulab ketgan dedim. Shamfari. Endi qattiq mollak uyib qolishi mumkin. Gada, ha? Ko'gis kelgan bolalar sajdadan bilib qo'ydi. Qo'y voyaga birib shunda qarab bassanglar, bu safarda qanday sha'as bo'lib ketganligi shu chaqda ma'lum bo'ldi. To'pchan loyidek nas paydo bo'ldi-da. Ravo Malik fil Muwatta, Hazrat Umarning so'zini Imom Malik Muvattada rivoyat qildi. Ya'ni buning kaçal bu bir xilliqa chashni taxmo pokizab adam rahat ilish kirmaydi bu. Uning cho'ng bir nimaga ta'sir etmaydi. Chashning to'qonoqlashib, changilishib ketishini taxmo murakkablashtiradi. Chunki bu to'pchan suvni bir tekizgandan keyin qanday bo'ladi? Bu taxmo loylashtirib uni taxmo chaplashtiradi demakchi. وحمل مالك حديث أبي أيوب على غسل الجنابة. Hamda İmam Malik bu yerda hadisni Abu Ayyub bilan san hadisni bu janobatning junishda tur amaliyotda hadisning aniq lafz bilan keldi-ku. Shunda keldi. Kayfa kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaghsilu ra'sahu wa huwa muhrim. Aniq gap bu. Bu janobatdan deb unda bir nimaga bog'lanishga to'g'ri kelmaydi.
والحجة على إجماعهم على أن المحرم ممنوع من قتل القمل ونتف الشعر وإلقاء التفت. يعني İmam Malik yani ama icmada mı delil kıptı. Alımda ittifak kelgenti deydi. Bir adam muhrem, ihram bağlanan kişiye fitne ötereşten, tüklerini jülüşten ve kirlerini tazlaştan çeklengenti. Ve huvel vasak yani tefet diyen şey vasak, kir. Vel gasilu ra'sahu huve imman yef'ale hadihi kullaha ev ba'daha. Şimdi çeşin juğa adam kir tazlap kılış bulup kalıdı bunu da. Çeşitinin bir neçe jülünüp ketidi. Muşunun ya hemmini ya bir kısmını kıpsalıdı. Ya piti olsa onu juğanda uğlap jürüp öttürütüşü mümkün. Bunda ahval buludu. Şuna bana icma kelgendiken miyadımı jusan bulmaydı deyiş gerekti. Hazır bunda uzun müddet sefer kıldığı ahvalı yok. Burun mesela Medine tarafta ya Juhfa, Qarn Manazilindeki adına ehram bağlap bir mansa. Toxtumay başkanım okumay mansa belki 5 günde 6 günde veriş mümkün. Ya başka karavandakilerin başka işleri olan bir ahval olup kalıp kişikip kalsa 15-20 günde veriş mümkün. Ondan o hecnin türü okşamaydı. Ben Kur'an kıldım da ömrüde hec kılamadım dese o çağda Mekke verip 15-20 gün bir ay yetişi mümkün. Ondan bir ay sözlep gidiyor ihram bilen. Çıkmay tuğandiken bu çarşı binası bulup gidiyor. Hadi şu gusül kılışkı yani münasırlık şu. Gusül kılış dürüst bilen mutlak diye etmedi mi yani? Sen bedenini jusan buldu. Lekin çeçeniz juş meselesinde toxtaptı. Yani gusül kılışında mecbur olup kalıp gusül kılmız bulmaydıgan alette. Çeşni juş. Cenabettin gusül kılıştın başka şunuğa. Ya cenabettin mevzuda. Cenabettin ittifak. Ondan başka tevekküfler. Hazır şu sebelakarın digine cenabet bulması mı? Adeta gusül kılsı bulduğu dedi. Şu gusül kılsı bulduğu degen getdi mesele var. Çeşni jusu bulmaydı degen. Ama sen belen onu jo. Lekin çeçeni jugan çağda çeçeni su tekkizma ya juma. Ya bazen uğlap jumayı sen de jumada da saqtı koysa. Usulmaydı da imkan çekişmesa. Ya usulmaydı şu. Pakizliş buldu. Yani juyungandak. Lekin çeçeni jumay juyundum degandek. He? Ama cuma günüsü yandı. Ondan günü qasa sünnet olmuşlar düşmeye var. Ya adam bu sünnet mandan asıl takışıp kalsa haram ya çekilindi degen takışıp kalsa onu koyup durumuz da. Vettefaqu ala man ghaslihi ra'sahu bil khitmi. Biyada yana pakaygan mesela beşini khitmi bilan jusu bulmaydı. Khitmi degan nima? Ana bir o'simlik bunun gazanlarına, yapraklarına sokap, xuddi paraşütdek hali. Bu vaqt sopundek bir narsa qilib, shu bilan juydik. Adadimiz qachini juysak, kuldimi juyimiz qolmasdan. Kirni oladigan, endi bu sopundek bir narsa ekan. Bu ihramni oltimi ya? Hozir ihrom oldiga gap hammasini. Meyni jug'andimalik sidir deymiz, ha? Shunda bir o'simliklar borda. Sidir kafir degandek narsalar. Bu şu çağda aslında çaşını tazlaşqa şampuanın o'rnida ishlatiladigan narsa ekan. Shu zamonning shampuanlari. Ve qala Malik ve Abu Hanifa in fa'ala zalika iftada. Eğer onu qilib qalsa, to'lam to'laydi, fidya. Yaqin tildo yaruzdu o'rniga. Ya it'am masalan, ve qala Abu Thawr ve Shafi'i deydi, Shafi'i billah ve gayruhu la shay alayh. Hech vaqasi yo'q deb. Shuni yuvib qalsa hech gap bo'lmaydi. Demak, bu ham xushfiroq kiramda kirmamdi. Bu xitmi. Bu o'simlik. Har bir o'simlikning bir firq olduğu, firq bo'lgan ekan, bu g'azan zodi bunda bir xil turab, bu mizlik qo'yadigan narsa emas bu. Bu shuni aslamda. Masalan, fitna o'tirash, kirni tozalash, aziz islom dini, tozalik dini, pokizlik dini, shunami? Bu pokizlikni tozlamaysan dedi. Bu bedendagi odat tozalab turadigan, pokizlik da'vat qiladigan qo'ltiqning, avratning va kazalarda tukni buni olmaysan deb turibdi, tamam? Bu shu nimadan, nima uchun? O'lim oldirdi, istat qilib qo'ygan. Bütün var dünyalık özümüzün nettek bunda özüm tüzeşine bütün ontulup ahiretini közlep manganlıken bu. Ehlemdin maksatın bir kifeninin mühendisi var deyken şu. Onun başlamasından bazı nasıl çekilmedi var ehram bağlanan çağda mesela. Tamaklı'nda müzik tamak yeş mesela. Sokak isimlikini içeş, yaxşı maşinada oturaş, yaxşı yataklıda yeteş, karayolda, yumuşak köprüde yeteş mesela. Bunun illetini kullanmaydı. Taabbud manası var. Allah Teala bize buyurdu. Şunu kılmaz. Taabbud manası olsun mümkün. Yani hem aşağıdaki Müslümanlığı birdek ulaş için hem de şunu buyurgan. Bu belki. Bazı kılalaydı, bazı kılanmaydı.
Tilini ba'zini söyləyən, ba'zini söyləyən. Belki bu anda Allah Taala o'sha qarta bizga bergan ko'rsatmasda oyat hadislarda shunda mush narsa kelgan tilga ilingan. Tilga ilingandan boshqani biz boshqa yemak-yemak masalan ba'zi bir rahat farag'at narsalarni yana qilaveramiz. Lekin mush tilga ilingan narsani qilmaymiz. Bu xuddi dunyoning rahat farog'atidan bir xil uzilib, xuddi o'zimizdan da shu dunyoga berilmay, oxiratlikdan ko'zlab özümüzü yasaş, bu degandek bundan tashlayotgandek. Xuddi bu bundan esa xuddi tarki dunyoda bo'lib ketganda. Bunda holatda rasmi Allohni to'liq shu rozilig'idan oxiratdagi noz ne'matlardan ko'zlagandek, ma dunyodagi butun rohat farog'atdan yuz o'rgandek. Allohga yaqin kelishmi shu cheklandi. Allohning nasib o. Ondan ba'zi ishlar masalan, jonliqni o'tirish bu unda haram bo'lgan ekan, hatto ashpitligimi amallik. Mesela o ulaşma çekildi var. Aşırılık kartama Allah Teala'nın yaratkan başka mahluklık karta bir amallık. Aşırı rayında. Yani bundan bir neçe taraftan bir neçe türlü hikmetler, illetler buluşu mümkün. Lakin bu asasen bu insanların rahatlarını durgan nasıldı. Şimdi ötürüp rahatlaymayız. Kirin tazısak rahatlaymayız. Çay çubuğunu elbetsek umulta rahatlap kalmışsın ama yasını şiralaş işleri olan iken bu şu taraftan çeklengen buluşum. Ya o hadisinde çeklenmeyecek. Zaten çeklengenle şu bu işe aldı. Ama çeklenmeyecek işte Allah Teala kim koyatken iken ondan bahraman boğsanmaydı. Vaktalafu fil hammam. Fekan malikun yekrahu zalik. Ve yara anna ala man dakhalahu fidye. Munçık kirib qalsa ehram bağlan kişi. İmam Malik bunda kısmı olmaydı. Bunu kirib qalsa fidye qildi. Endi hammam degan bu junishtirlar iborat emas bu muncha. Hammam kirsa bu muncha arxildirvamdi. Unda butun badan bir xil rahatlab, havoduq chiqib, ba'zi bir kasalliklardan davolangandek, bunda rahatni parmunchilari va har xil munchilar bor. Bunda bo'lgan ekan, bunda bir xil adam rahat oldigan, farog'at doirasi kirdigan bir ish bu. Davan ekan, mush ash qatada mushimi shunda cheklanadi yoki bu unda cheklanmagan doiradagi bir ishmi deb buni ixtiloflashib qoldi. Imom Malik uning kirib bo'lmaydi. Kirsa qon kildi deb. Makkaga ehrom bog'liq holatda bordi. Yoki ehrom bog'liq holatda zodi faoliyat tuganga qadar munchiga chiqib chiqayya deb Makkadagi munchiga chirkitibdi. Bu chaqa qon kildi dedi. وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري وداود لا بأس بذلك. بولا إيش كبوا ما يدور. وروي عن ابن عباس دخول الحمام وهو محرم من طريقين. ابن عباس إحرام بغلغة على التامم وكرجال لك إشكيول أرقل رواية قلتك. والأحسن نجد من العبارات ترجيح لوطن. أنه بهذا أترك قلده. كلب أن يخسر أن يكره دخوله لأن المحرم منهي عن إلقاء التفت. بهذا كرش مكروه ديش أن موافق. çünkü ihram bağlayan kişi Kur'an-ı Kerim'de ayet boyunca ilqaat tefattan çeklengen. Şunda varken bu amamı kiriş, munçığı çiriş ilqaat tefat dairesi kirdi. Yani kirildin tazlanıp, artık çıkınını kırkıp, çıkılga yavalanken bu ilqaat tefatın özeydi. Ve emmel mahzurul khamisu fevel istiyat. Beşinci çeklengen nesneme o ulaş. Ve zâlik aydan mucmaun aleyhi li kavlihi subhanahu ve ta'ala. Bu manda barlık alimler ittifak kegen mesela. Bu çeklendi de ittifak kegen. Ve hurrima aleykum saydul berri ma dumtum hurma dedi. Demek ihramlık hatınlarda ruhluk oğulları sizlerge haram kılındı dedi. Ve kavluhu ta'ala la taqtul sayda ve entum hurum. İhram bağlığı halatda sizler o ayvallarını öltemanlar dedi. O ulaşını haram kıldı. Onda aygıda ve idâ halaltum fastadu dedi. İhramdan çıkanlı iken o olsanız buludu dedi. Namazdan cevap olabilir mi ya? Adamızın böyle tutsumaydı diyen gel. Saydul berri de ayında ruhlu. Yani onun da belki ondan kıtlap kilişi mümkün. Mağın nasıl geldi? Yani saydul bahri çoğu meskutun anhu. Bu çağda andın ya delil kıtab, mafhum muvafıka, muhalefe diyen yapını ekilip onda ya umu çekilindi ya u çekilmekte de talaşat kilişi mümkün. Ve ecma'u ala ennehu la yecuzu lehu sayduhu ve la eklu ma sada huve minhu. Barlık alana ittifak geldi. O oğlusu bulmaydı. Ve la eklu ma sada huve minhu.
Özü oğulğandan yesin bulmaydı dedi. Oğulaşma to'g'ri emas. Oğulğan tutqandan yesin bulmaydı deb buni ittifoq keldi. واختلفوا إذا صاده حلال هل يجوز للمحرم أكله عند إحرام bağlamagan bir kişi oğulğan bir hayvan kim? Bunu anda ihram bağlagan kişi yesi bulamdı. Bunda ixtiloflaştı. Hozir faqat anda ihram bağlamagan adamga halal tuğa oğulaş. Bu halal şarait aslında oğlaptı bunu. Aşağıda misal alken hamda ma ihram bağlagan kişi oğulus bulmaydı. Lekin halal bo'lgan adam o'zi oğlap buni hech qanday cheklim yo'q bir o pishirib tayyor bo'lgan chaqda bu odam unda yesi bo'lamdi, bo'lmamdi ma'nosi. على ثلاثة أقوال شكل قرشوا بدونه قول إنه يجوز له أكله على الإطلاق يجب ورده تتقيه أبو حنيفة قرشي وهو قول عمر بن الخطاب والزبير وقال قوم هو محرم عليه على كل حال وهذا قد اسمه حرام وهو قول ابن عباس وعلي وابن عمر وبه قال الثوري سفيان الثوري مش قرشي طلبته وقال مالك الإمام مالك والتدات ما لم يصد من أجل المحرم أو من أجل قوم محرمين فهو حلال ay ihram bağlagan kişi üçün maqs oğlanmagan bolsa halal bulardı. Ve ma sida min ejli muhrimin fa huwa haramun alal muhrim. Ihram bağlagan kişi üçün oğlangan bolsa, men sizga aşa bir o oğlap ray, tamaqanlar tazar bezat ola qapdı. Rasa bir kavqil yuyulanlarda bun ataydım oğlap o çağda haram buldu. Ihram bağlaganlı is olmaydı. Ve sebep ihtilafin ta'arudul athar fi zalik. Bu tağıştasının menbaasına ma hadisler zikrep qaldı. Fa ahaduha ma akhrajahu Malik من حديث أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا ببعض طرق مكة تخلف مع أصحاب لهم محرمين. Bu hadis aslı İmam Bukhari'nin rivayet ettiği hadis. Ebu Katade radıyallahu anh'ın hadisi. Ebu Katade el-Ansari bu Resulullah ile birlikte mangan. Bu ilki ihram bağlamagan bu özü. Mekke'nin yollarını ketip etip ihram bağlagan birine çemralarıyla akıl kaldı bu. Ebu Katade el-Ansari. Resulullah aldı da yürüp gitti. Ve huve gayru muhriman. Çünkü Ebu Katade özü ihram bağlamamışken. Nimaga ihram bağlamagan demedi ba'zilarning bor. Buni Rasululloh boshqa bir nimaga ivatgan, bir sarlashga ivatgan deb ihram bağlamasning bir sababi. Fara'a himaran wahshiyan. Bu bir necha emralar bilan ihram bağlagan holatdagi emralardan tug'an vaqtida bir yoveshakni ko'rib qoldi. Ya qulan bo'lishi mumkin, ya yoveshak nas bo'lishi mumkin. Fastava ala farasi. G'achchida atlablam etiga minibdi bu. O'ylayman debchi. Fasala ashabahu an yunawiluhu sawtahu. Emralardan avni qamchamni sunutinglar desa, ular unumapti. Yo'q, so'nardan bahsib bo'lmaydi. Biz ihramli holatda o'ylash shaklini to'g'ri. Fasalahum rumhahu fa abawala. Undan nejamni sunutinglar desa unumapti. Appamapti. Fa'akhadahu demak u etidan tushib yana qamchidan nejisini elib, thumma shadda alal himar faqatala. Ondan eshakka hamla qiliblar, uni o'ttiribdi. Yani achchab turib bo'lgancha aqlini qo'llab berib eshakni o'tadi. Fa'akala minhu ba'd ashab Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va aba ba'duhum. Rasulullohning ba'zi sahobalari buni yedi. Ba'zi yo'q, bu biz ihrom bog'liq holatda buni yesak bo'lmaydi deb unumadi. Falamma adraku Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sa'aluhu an zalik faqala. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning aqida yetib qolgandan keyin sahobalar Rasulullohdan so'radi. Bunda ahvol oldik, bo'lmamti degan chaqda innama hiya tu'matun at'amakumuha Allah. Bu sizlarga Alloh taolo ato qilgan yegizgan bir tamoq ekan. Bo'pti demoqchi. Demak, bu yerda bo'ldiganligini. Ya'ni ba'zi rivoyatlarda sizlar yordam berganmi, ishorat qilganmi, buning kuch chiqarganmisizlar, hamkorlashganmi deb so'rab oldi. Yo'q degandan undan mayli. Hatto bu hadisning nimasta ashablar kurab Abu Qatada ko'maydiganda eshikni. Matarab qarab turgan bo'lsa, yo aqini qilib turgan bo'lsa, Abu Qatada ko'mayganda ihram bağlaganlar körüken eshik. Do kurab bir-biri bilan kulishir ekan. Abu Qatada aqin qara ani olib keldi bunda ishorat qilmagan. Gap qilmay. Hech qanday ishorat qilmay, bunda qash etibmi qo'ymay masalan. Ani qara degan ishorat qilmay, bir-biri bilan kulish qiltir ekan bu. Kulish qiltirgan ekan bu bizda ham turib, u ham bilan qarab g'achi ko'rdi ekan. Birab etiga saklab chiqib, ani shuni tanlab, buni olmay turib oldi ekan. Ani endi o'zi olib kelgan. Va jaa aydan fi ma'nahu hadis Talha ibn Ubaydillah radhiyallohu anhu zakarahu an-Nasa'i an Abdurrahman at-Tamimi qala kunna ma'a Talha ibn Ubaydillah
ونحن محرمون فأهدي له ظبي وهو راقد ظبي ما كيك يا بغا ديمز كيك مو بغمو ظبي ديان كيك بالله يا ظبيات القاع قلنا لنا الليلايا من كنا أم ليلى من البشر أي الله أنا مسلمي وخشتدو ما غزل ده مش كيك وخشتدو ريمون على القاع ديان مشوين ريمون على القاع بين البان والعالم أحلى سر كدمي في الأشهر الحرم ديان ريم ياكي ظبي ديان مش كيكم كيكنا ولا ما كوزة مها ديان بو مش ظبي مش كيك belki onun ya küçük balısı mesela onun bağlım bir nölen farklıdır. Lekin şu bir cins ki narsalar. Bunun küze bunu yoğan da çoğun yoğan diken çıraylık ayarlarını aşınıga okşuş var. Hurul ayn deyimiz var. Hurul ayn normalde küz yoğan da boğan nokta iqi yoğan yaki. Da boğan diken bu bir güzelliknin alameti. Manimede ahu deydim. Farsi tilda bu şu kiyikni ahu deydi. Sonra Alisher Navai ahu xotan deb başılmadiydi. Belki o xotanning aşu ayollarımda çıraylık diyenine işaret kılıp ahu xotanda xotanning kiyikleri diyen tariqida manda ibaret sürdü. Fa'uhdiya lahu dabbun ve huve raqid. Raqid diyen uxlavatkan çığı eken. Uxlavatkan çığda kiyik soğuk kep kaptı da. Yani bu etraf uttağalla, oğak uttağalla yigil turuptu bunun. Yigil tursa, Talha bin Ağaç oğunup, kopap, fevafaqa ala aklihi. Oğunup kopap, İsa'nı buldu dep, ruhsat kıptı, makul kepti. Yendim depti, ekelnahu ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yigen, yani oğlangan, oğunun göşünü yigen demek. Hani hediye kep kalsa, başka soğuk dese. Özümüz olap yemiken, hani kep kalsa yigen. Demek ma işkedi sadır, Ebu Hanife'nin delili. Buldu, çatak yoktu. İyisi buldu. Bunun için tutulmasa onu tefsiri kılmadı. Çünkü İmam Malik tefsiri bayan kıldı. Hazır Ebu Hanife mesela şu Talha ibn Ubeydullah'a hediye kılay deb ataatın olğan bolsun. Yoki unda maqsad olmasa, işte qanday olab udul kep qasi isi buldu. Uzaq oğlumni qanlan bolsan, sen olmagandaki insan buldu dedi. Mushu hazır Ebu Hanife'ga delil buldu ma işkediz. والحديث الثاني حديث ابن عباس خرجه أيضا مالك أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء من أبواء ديان مكة مدينة القدس جاي أو بودان ديان مشوار فرده عليه هنا رتقلب قيتر يتبطه وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم كونجا كبقى مصان باش سبب يوك هديانا صوتنا قبل قمة يندرت oldu. Bunun sebebi hiç qanda bir adavat ya başka nima emas. Biz ihram bağlılığın halatda bo'lganligimiz uchun, chon buni yesek bo'lmaysa, o'labsa buni. Yesek bo'lmaydi deb yandirib. Buni Buxoriyga disqo, Buxoriyda bor. Illa anna hurum dedi. Demak, mushu azar mana bo'lmaydi deganligini ko'rsatish, nima? Ihram bağlığı halatda başqadan o'lgan narsani yoqdab yandiribdi hozir. Bu zikirlarning. Walil ihtilafi sababun akhar. Endi bu talashtasning yana bir sababi bor edi. وهو هل يتعلق النهي عن الأكل بشرط القتل؟ بيادة çekleş hamda sen öttegen bolsan hamda ötreş şeklini tuğa sen öttesen andın uçakda insan bulmaydı mı ya ki öttemeyen bolsan andın başka da öttegen bolsa uçakda insan bulamdı. Aslı çekilmiş mi yiştemez de şuna ama çekler ötreş çıkartılgan da. Bundan ötreş çeklengen bolgan ki insan bulmamda mağanını kirip çıkan dedi. Ya ki her ikisi çekilmemde yiyişme şeklindiğen, ötreşme şeklindiğen mi? Muşandan anlama juqraqlar talaşsak. Kaman akhadha bi hadis Abi Qatada al-Ansari radhiyallahu anhu qala inna an-nahya inma yata'allaq bil akl ma'al qatl. Mana. Sen o'zing o'tgan bo'lsang, andi inson şeklinde dedi. Ma Abu Qatada al-Ansari'nin hadisiga asas. Ve men akhadha bi hadis Ibn Abbas qala an-nahy yata'allaq bi kulli wahid minhuma ala infiradihi. Ibn Abbas'ın hadisine Allah ya işkiliş çetişlik, ötreş kimi çetişlik, yiyiş kimi çetişlik çeklemeli. فمن ذهب في هذه الأحاديث مذهب الترجيح قال إما بحديث أبي قتادة أمدا يا أني أبونا ألمز çıkın buradan may çare yok diyorlar. Ya Abu Qatada'nın sarını aldı. Bu da vardı mutlak. Ya ki ana aldı İbn Abbas'ınkine bulmaydı dedi. Ve men cema'a beynel ahadith kâle bil kavli thalith. Emde muş hadislerini bir cemlep bakale. Muş hadisini değil mesela. Bir cemlep emmiş tan amal kılıyor diyorlar. Emde de kalu vel cem'u evla. Cem qilib cem qilish avla buni birini tashlab qo'yib bizni olam to. Cem qilish mumkin bo'lsa-ham cem qilmas. Ve akkadu zalika bima ruwiya an Jabir radhiyallohu anhu nabiy sallallohu alayhi vasallam annahu qala saydul barri halalun lakum wa antum hurum ma lam tasiduhu aw yusad lakum. Quruqlikninki ovlari sizga haloldir.
ehramlık halatınlarda. Qanday holda desa, ehramlık halatınlarda sizlar o'lmagan bo'lsanglar o'zinglar yoki sizlar uchun o'lmagan bo'lsa, u o'zi ish uchun ya boshqa bir maqsadda o'lab ekan. Keyin ondan o'lgan kishi ya mehmon qilibdi, ya hadiya qilibdi. Bunda udil kelib qolgan bo'lsa, bo'ladi. Lekin bunda jami qilishmamdi, udil chiqamdi, chiqmamdi. Yani yapsam şu Abu Qatada'l Ansari'nin hadisini arasa, bu Sahih Buxariyda tefsili bayan kılıngan hadis şu bu. Zeriyanı var. Ulanki bu şu iniqimdi. Ma İbn Abbas'ın hadisi Buxariyda var mı ki? Ha, Buxariyda var. Şundarak bir tercih deyse yaxshi chiqishi mumkin. Bu azraq hadis bu. Abu Davud tekin, Abu Davud'un noktada Abdülmuttalib ibn Abdullah ibn Hantab. Demek bir daif adam var senatte. فيه من ضعف ابن حزم خبر ساقط ضعيف hadis deb qarilibdi mesela. Jabir bin Sinan onunla. Yani müşrin bilan daif hadislarni tercih qilibdi jami qilganlar. Hozir bu jami qilish nimadan iborat? Birisida is bo'lganlar chiqdi. Birisida is bo'lmaydigan chiqdi. Endi hozir bu jami qilish balki natijada hadisga amal qilmaydigan, hadisga amal qilmaydigan o'ttirda bir narsa ekanlar. O hadiste munda merkep yoksun ama munda demedi. Maalesef munda demedi. Daha olurken bu şu tercih kıldığından şu cellik oluşmuş. Yani daif hadisten birine ekelip durup işki hadisке amal kılmay hazır. Ma daif hadisке amal kılgandek buldum ha. Netice etibarıyla. Yani neticesi karşısak bunda çıkıdı. Lekin cemi kılış çıraylık obdan iş bu. İşkiler tan amal kıldım. Lekin işkiler tan amal kılış buldum bu ya da. Ya ki tan amal kılmaz işkilerin çöğretiş oldum. ما خطر القهوة. قال ابن تركماني في هذا الحديث 4 علل. الكلام في مطلب. بكلام أرسل إسكندر. فلا سماع في الحديث مرسل. أما العلة الرابعة أنه غير ثقة. فقد اتفق. لما ما جمع قلش هذا ما أبقى مسموع. روية صيغة التضعيف. واختلفوا في المضطر هل يأكل الميتة مثلا شو قد تقلب قاعدا أشقاعدا bu Üzü ulab qalğan hayvan yemdi yoki aramda ulab yemdi. Mesela bu adamın qo'shiq ochgan hozir. Yana bir kun davomlashsa balki ya ulab qoladi, bunda bir ahvol bor. Oldida bir ulab qalgan hayvan bor ekan. Endi bu hozir o'g'lismi o'liylar ekan. Qanday qiladi u? Mushundimi talash-tashvish qilib qoldi dedi. Faqala Malik va Abu Hanifa va Thawri va Zufar va jamaa bula idza tarra akala al-maytata wa lahma al-khinzir duna as-sayd. Özü ulab qalgan hayvanni tapdimdi. Cho'sh go'sht o'smaydi, lekin u o'lmaydi. Bu haremdeki onun gibi. Haremdeki onun gibi. Adetki nima emas. Ha, o endi texi güçü yildigan narsa o der mi o? Halal narsa. Lekin o'g'lash haram qilingan. Buni tashlab uni anasi. Ehramda o'g'lash bir haram bo'lsa, haremning ichida o'g'lash ikkinchi bir haram. Da aslında onu haram emas. İlhamı haram tutmaydın ona. Yo'q, haremning ichida. Haram zimini, haram doirasi. Endi bo'lmasa bo'lmasa, haremdeki onu o'g'lash haram. Ehramda emas bo'lsa haram. Ehramdan chiqib qollar masalan. Ehramdan chiqib qolgan holatda, kiyim kiygan holatda ehramning ichida o'g'lamaydi. Chunki shu hayvonlarga nisbatanmi amonlik. Alloh taolo amonlik bergan ziminan. Haraman aminan. Ha? Endi asharanın sıra endi ziyallık zaten özüne qo'dash daris kirdigan xams favas qo'g'o shuni o'tiranlıyor. Unda aziyatlarga o'tasi bo'ldi, pasha. Ammo odatda normal ushbu falan paxtakni, quchqashni bakan o'tirdigan, yoki tutib yeyman deydigan unda qilish bo'lmaydi. Nima Qur'on Karim borgo? Mislida. Ajzao muslima qatam minna yahkum bi dawa'atun min. Demak, buning misli qaysi to'g'ulamdo yoki cho'jimo yoki nima buni mislini yaqinlashtirsa, shu ikki odam hakam o'tirib ma'ni yaqin qildi bu deb birlanga. Va qala Abu Yusuf yasidu va yakulu alayhi al-jaza. Imom Abu Yusuf hamda unda naslini yeygandan o'lab, shuni yeb, jazosini to'lab bunda qilgan yaxshi. Wal awwalu ahsan lil-dhari'a. Birinchisi hamda kichikgina qo'shiq ochqiliblar misol qizinib qolgandek bo'lsam voy bunda zurrat olgan deb o'g'irlab yetolmaslik uchun bu yo'lni taqash banani yo'qotish uchun yaxshi emas deydi. Birinchi qarash shu. Va qavla Abu Yusuf aqyas. Va qala Abu Yusuf emas, va qavla Abu Yusuf.
aqyas. Yani bu qiyasqa eng yaqin degan bunda ba'zi ahvollarda qanday ahvolda mesela sirtda ehram doirasining sirtida ehram bo'lgan chog'da qanday biz ayında cho'shg'ichi tap ushrab qolsak och qolsak u bo'lsa uni qo'yib turib u o'laydi nima halolni yetdi shunga qiyoslasak eng qiyosga uyg'un keldi dedi yana tilga muharramatun ayniha chunki bu narsalar mayta val khinzir muharramatul ayn o'zin ayni najosat bu vasaydu muharramun li gharadin min al aghrad u bo'lsa asli halolda pokiz halol narsa bo'lmi o'lgan ekan bismillah deb o'lsa yani şu o'ning ichida biz o'laydigan narsalarni cho'shqimizni o'lsa muharramatul ayn bo'ldi lekin biz o'laydigan bug'a kiyak yovishak bundan asla bu asla halol narsalikda lekin ihram doirasida ihram bo'lganlik sababidan bunda cheklanib qolgan va ma hurrima li'illatin akhaf mimma hurrima li'aynihi ma'lum bir sabab tufaylidan harom bo'lib qolgan narsa ayni harom bo'lib qolgan narsadan yengil deydi va ma huwa muharramun li'aynihi aghlab o'zining shu narsa bo'lganlikda harom qilgan narsa bu texmo ig'ir demak ma Abu Yusufning qarashini bayon qilyapti hozir ikkilisi ma'lum bir tarafdan kuchli chiqdi birisi zariyani taqash tarafdan kuchli ikkinchisi qiyas tarafdan kuchli ana unda bana qilib yetolmaydigan ahvolda biz qiyasni tutsak bo'ldi فهذه الخمسة اتفق المسلمون على أنها من محظورات الإحرام mana mush besh narsa musulmonlar ihrom bo'lgan chog'da cheklindi deb ittifoq kelgan masalalar. Demak buningda u masalasi uning qilib yo'q narsa. Chunki u o'lmir ayollarni nechqil hajmda, nechqil ahvolda yo'g'on kalidan cho'nglari va qo'ydan cho'ngroqlari va kichikraklari va o'g'loqdan cho'ngroq kichikraklari va to'qidan cho'ng kichiklari va bunda bo'lgan ekan. Biz odat yeydigan ba'zi yoki shuni to'lam to'lsak to'layadigan narsaga yaqinlashtirib turib, masalan, ya katta nima qilayotgan bo'lsa, bu nimaga yaqin qildi o'zi to'qa, ya cho'jiga da yaqinlashtirib shuning bedelini to'laydigan. Ibn Jurayj bilan Abu Hanifning voqeasi bor. Ibn Jurayj qattiq bu rivoyat jihatda katta olim. Va Zuhriy masalan, Ibn Jurayj, Sufyanayn degandek bular nurg'un hadis asarini rivoyat qilgan. Bu Ibn Jurayj Abu Hanifa bilan Fransuzning darajasida har qanday shu biz duch kelgan voqealikka qarata shu hadislardan asarlardan hukmni gachcha topalaymiz biz babında. Endi Abu Hanifa bu kallishliq odam. Shunaqa qiyos qilib turib, uning boshqa bu hadis yo'q deb unda qiyos qildim deydigan edi. Unda bo'lgan ekan, hammasi ba'zi ba'zi. Unda Abu Hanifaning rol yo'q bo'ldi-da unda. Sen qiyinamiz baka degan ma'no chiqdi. Unda olsa, mana tappaginamiz hadisdan, asardan. Agar bir kishi ihrom bo'lgan holatda tulkining tishini sundirib o'tib qolsa nima qildi? Degan ekan, Ibn Jurayj qoldi tayoq bilan yani jilab tulkining tishi deb o'ylanib buni ilqa yozilgan hadislarni bir-birlab asarlarni o'ylab buni hukm topolmay tan beribdi ekan. Demak, bu yerda hamma narsa unda mansus emas. Shu hukmlarni hammani ya nas ya qiyas orqali olamiz. Allohu a'lam.